Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan joriy yilning 11-12 avgust kunlari Andijon viloyatida davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan o'tkazilgan Yagona Vatan, Yagona Xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostidagi Mustaqillik to'yi festivali doirasida turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Jalaquduq tumanidagi harbiy qismda mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Yagona Vatan, Yagona Xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida Mustaqillik to'yi festivali dasturidan joy olgan Shijoat vatanparvarlik loyihasi doirasida tadbir o'tkazildi. Yigit-qizlarning harbiy vatanparvarlik ruhini yuksaltirish, ularda vatanga sadoqat, jasorat va fuqarolik mas'uliyati tuyg'ularini kuchaytirishga qaratilgan ma'naviy ma'rifiy anjuman avvalida so'nggi yillarda yurtimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning samarali natijasi aks etgan videorolik namoyish etildi. O'zbekiston xalq artisti Muhammad Solih Yusupov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Turg'un Beknazarovlar o'z vazifasini mas'uliyat bilan bajarayotgan askarlarga betakror yurtimiz va uning bugungi kundagi chiroyi, farovonligi va jahon ayvonidagi o'rni to'g'risida so'zlar ekan, behad shukronalar aytish har birimizning yurak amrimizga aylanmog'i kerakligini ta'kidladilar. Hamyurtimiz Andijon viloyatida taniqli san'atkorlar tug'ilib o'sganini e'tirof etgan holda el suygan betakror aktyor Soyib Xo'jayevning hayoti va ijodiga bir nazar tashladilar. Qurallay ko'z, qurallay tuynugingdan morallay sen yallov aytganingda ohangiga yo'rg'alay. Falsafa fanlari doktori shoira Shahlo Ahrorova o'z ijodiga mansub vatan taronumiga bag'ishlangan she'riy misralardan o'qib berar ekan, ishtirokchilarning ko'nglidan yana bir bor o'z elidan faxrlanish tuyg'usi o'tdi. Shuhrat medali sohibasi maqom san'atini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shib kelayotgan Adolat Ismoilova ijrosidagi onalarni madh etuvchi qo'shiqlar askar yigitlarning yurak tubidan joy oldi. Iste'dodli xonanda Bekzod Eshonov kuylagan sho'x navolar ishtirokchilarni birdek raqsga chorladi. Bugun biz mana Andijon viloyatida ma'naviyat, san'at karvoni bilan birgalikda xalqimizga xizmat qilish uchun, ularni bugungi kunda fidokorona qilayotgan mehnatlarini yanada ulug'lash, yanada sharaflash uchun biz Andijon zaminiga qadam bosib keldik. Mana hozir biz Jalaquduq tumanida harbiylarimizni chiroyli bir katta, go'zal, mana bu nima deyishga ham til bormaydi, chunki juda go'zal daraxtlar, mana bu yerdagi askarlarga yaratilayotgan sharoitlar, bular hammasi qalbimizda g'urur, faxr hissini tuydirdi. Bugun ana shu xalqimizni, andijonliklarni bugungi bayram bilan, bugungi ana shu 35 yillik to'yni arafasida kechayotgan bugungi xizmatlarida, mehnatlarida, hayotlarida juda katta barakalarni tilaymiz. Mana shu osmonimiz doim musaffo bo'lsin. Tinglaganingizdek, xizmatingda turmasam seni, bolam dema, vatanim meni deya jo'r bo'lib kuylayotgan hamyurtlarimiz barchasining dilida bir tilak mujassam. U yurtimizda hamisha tinchlik va osoyishtalikning barqaror bo'lish istagi. Tadbir ana shunday yuksak ezgu niyat egalarining bir joyga jamlangani bilan ahamiyatli bo'ldi. Azal-azaldan ota-bobomiz orzu qilgan, ko'p yillardan beri erishgan bu mustaqillik eng ulug', eng aziz deb bejiz aytilmagan. Xalqimiz bugun shod, xurram, emin, erkin, to'q yashayapti. Ular bugun davlatdan rozi, kayfiyati yaxshi, chiroyli to'ylar bo'lyapti, chiroyli bayram, bazmlar bo'lyapti. Mana shunday tinch yurtga shunday go'zal bayramlar yarashadi. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, xalqimiz tinch omon bo'lsin. Mustaqillik bu xalqimiz uchun erkin va kelajak hayot, tinchlik va ishonch timsolidir. Bugungi mustaqillik bayramimiz barcha harbiylar va ularning oila a'zolariga ko'tarinki ruh, kayfiyat baxsh etmoqda. Barchangizni mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Bugungi tadbirda ishtirok etayotganimizdan, qolaversa, ona vatanimizning ulug' ayyomida birgalikda nishonlayotganimizdan juda ham xursandmiz. Barchangizni ulug' ayyomimiz bilan tabriklaymiz.
yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Ko'tarinki ruhda o'tgan shodiyona so'ngida mehmonlarga harbiy qism rahbariyatining tashakkurnomalari taqdim etildi.